Dilmiyni ko'rdik mana, Dilmiy. Ko'rishamiz dedik, ko'rishyapmiz, xudo xolasa Dilmiy bilan. Nazir o'sha qidirdim o'sha yerda keyin ular kelar ya. Nima deysiz endi boshqa imkoniyat yo'q-ku, shuncha odam. Keyingi safar, xudo xolasa keyingi safar. Qalay bo'ldi shu bo'ldi? Zo'r bo'ldi lekin. Maza qildingiz-ku? Ha. Finalgacha borganingizni maza qilardik endi xudo xohlasa. Keyingi safar obязательно Ha, ishtirok keyingi eting. safar, ha. 2 haftalarda bir haftalarda boshlaymiz keyingisi xudo Ha, xohlasa. shu. Qatnashamiz. Bizlar o'zi bu yoqqa kelganimiz sababi ham xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi-da bizlarni. Qoraqalpog'istonga bo'lish mumkin emas. ha. Sizni har doim qo'llab-quvvatlaydi, borligiga shukr. Mana shu videoni ham mang'lab tashladim, xudo xohlasa reverim shuni ikkinchi sonida Xudo xolasa. Ruslan akam o'zi ham siz ham video qilsangiz, kerak Ko'ramiz, ha. o'zlaridan so'radim men. Birinchi undan qarog'im 100 ta odam turibdi. Ruslan aka. Qarabog'dan kim bor dedi. Qoraqalpog'dan kim bor dedim. 3 ta 4 ta odam qo'lini ko'tardi. Keyin qani Ruslan aka dedim. Men Kim qo'lini ko'tardi? Men ukalarimman dedi. Ya gap yo'q dedim aka. Qoraqalpog'iston ulkan o'g'alarim, gazini bosinglar, layklarni ayamanglar, kommentariyada aktiv bo'linglar. Ruslan akam xudo xolasa qilayotgan ishlariga gap bo'lish mumkin emas. Ehsonlarda davom etadilar. Xudo xolasa Real Show'ning ikkinchi sonida aka ukalar birgalikda ishtirok etib, xudo xolasa yaxshi, munosib o'rinlarni egallashadi, xudo xolasa. O'zinglar tekshirsinlar. Zo'r bo'ldi. Bu safar ham zo'r bo'ldi ekan. Bu safar Shu yoqqa kelganimiz o'zi ham bir katta gap-da. Yusuf, chunki birinchi shartda o'zida ko'rdingiz qanaqa Ha, bo'ldi. вообще Ikkinchi shart, uchinchi shartlar endi keyingi o'sha bular o'tgan shartida nechta ishtirokchi qoldi o'shanda? menga 34. 34 tada bitta dona game over bordi, joysi. Men uxlamadim shu kuni ham. Kutib o'tirdim, qayg'urib o'tirdim. Rasmdan ko'rdim-da sizda. Keyin qayg'urib o'tirdim. Bo'ldi, pul ham kerak emas, borib olib ketammikan? Bilmayman qatdaligini ham bilmayman. Ertasi kuni lokatsiyada borib olib ketdim keyin. Zo'r deydi. Anu gaplarim ham baqirib qichirib oldim. Lekin shu yot bo'ldi-da, lekin shundan ketdi endi. Baqirib oldim. Ketsa agar YouTube'da ketsa shu gaplar. Ya, vahsha o'zi. Video qachon chiqadi? Bizlardan ko'pchilik so'rayapti. Xudo xolasa uzoq 10 kunda chiqadi. YouTube kanalimizda, yaxshi bola YouTube kanalimizda chiqadi. O'shanda ko'rasizlar, showni boshidan oxirigacha qanaqa o'tganligini va Reverem showning ikkinchi sonida 600 millionligida hammanglarni butun Qoraqalpoq elini kutamiz. Xudo xolasa ko'rgan bo'lsangiz Qozog'istondan ham ishtirok etishdi, Qirg'iziston, Tojikiston, Bahrusan bo'ldim hammaligini ko'rib. Xudo xolasa keyingi safar inshaalloh mana shu yutsanglar xursand bo'lamiz. Chunki yaxshilikka sarflashga tayyor turishibdi. O'shaning uchun ham Qoraqalpog'iston bitta qo'llab-quvvatlaymiz, Ruslan akamni paddeshka qilamiz, gazini bosamiz. Reverem showda ko'rishguncha. Rahmat aka. Bor bo'linglar. Yaxshi maza qildim mana. Rahmat. Abdushik